Umumiy hozir men aytib trendni ko'rdim, trendga chiqqanini kuzatyapman. Nechta kitob o'qish bilan maqtanish moda bo'lib qoldi. Men o'zim ham o'tgan shunaqa qilardim. Nechta? 20 ta. Ha. 22 ta. Ya'ni odam o'zi bitta burchakda bittasi bo'lsa, bir 3 ta kitob o'qigan bo'lsa, xijolat bo'lib turadi. O'zi 3 ta o'qigan, o'zi o'qimaganlardan o'zi 90-95% oldinda o'zi. Men 3 ta o'qidim. Biz ham shu yerga qatori deb qo'yadi-da keyin ham. Kuzatdinglarmi shunaqa kam kitob o'qiganinglarni aytishga xijolat bo'lasizlarmi? Trend bo'lib qoldi-da. Nechta o'qiding? 100 ta. Bittasi bor ekan 900 ta o'qigan ekan. Trend bo'ldi. Nechtaligini o'qish. Xo'p, nomini ham sanab bera olmaydiganlar bor-da. Men 100 ta kitob tugatganman desa, qani, xo'p, nomlari nima desa, anu Sarup va Kofkali bor bitta. Keyin anaqa bor-ku, Osmon deb oladi. Reklama qilishdi o'sha kitob. Ya'ni bestseller kitob, mana shunaqa. Ya'ni nima chiqsa o'qib ketaverishgan. Lekin hattoki oti ham esda yo'q. Yoki so'ng 20 ta kitob. Nima o'rganding har bittasidan? Kitobning oti nima o'rgandingiz? Qiyin aytish. Lekin kitoblarning otini aytib berish oson. Ya'ni men 2-3 marta sinab ko'rdim. Nima kitob o'qidingiz? Nima o'rgandingiz har bittasidan deganimda chiqmadi. Esimda yo'q degan narsa javob chiqdi. Nimaga? Chunki kitob o'qish uchun o'qigan bo'lib qoldik. Bir kun o'zgaramizda. Nimadir bo'lib qolar. Mana o'qishyapti-yu. Mana Steve Jobs hammani stolning ustida turibdi. Elon Musk turibdi. Rasmda ham tushyapti. Deep work, moda bo'ldi bu kitob o'qish. Deep work qilmaydi o'zi umuman, lekin kitob o'qiydi. Xo'p. Endi shu yerda Barbara Oakley aytadiki, o'qishmas deydi, kolичество emas. Qanchalik ko'p kitob o'qishmas deydi. Padrat ketiga ulashmas. O'rganishni usuli, tez o'rganish usuli bu deep, ya'ni chuqur ketish mavzuga, keyin diffuse yoki shallow deydi, sayoz yurish. Ya'ni buni misol bilan tushuntiraman. Mana kitob o'qidingiz deylik, diqqatli o'qidingiz deylik, yoki boshqa kitob o'qidingiz. Borani yangi chiqqan o'sha yuqumli degan kitob chiqdi, Sahiydan misol. Farqi yo'q. Bitta kitob o'qidingizda chuqur ketasiz ichiga, to'g'rimi? Mana shu momentda, mana misol uchun 20 minut, yarim soat, 1 soat o'qidingiz, bo'ldi, yopasiz kitobni. Bu metod bo'yicha chuqur va shallow nima bo'ladi, kim biladi? Sayoz. Chuqur va sayoz metodida bu. Bu bo'yicha nima qilasiz desa, endi siz kitob o'qimaysizda, siz uzoqlashasiz. Faqat sayoz ishlar qilasiz. Tam dush qabul qilarsiz, yugurarsiz, ovqat pishirarsiz, ovqat pishirmaydiganlar, tuxum qovurarsiz borani, gazollarni qirqarsiz, misol uchun qo'yingizni junini qirqarsiz. Mana shunaqa ishlar qilasiz. Aqliy mehnat talab qilmaydigan. Aqliy mehnat ham talab qilmaysiz. O'zi umuman mana bundan ham pauza olasiz. O'tirib fikrlaysiz. Sayoz, ya'ni bo'ldi, chuqur ketmaysiz. Qachongacha? Qachongacha degan savol bor. Qachongacha mamani siz tushunmaguningizcha yoki o'zingizdagi bor bilimni qayerdadir nimagadir bog'lamaguningizcha. Nimaga desa, kitob ichiga kirib ketganingizda, siz kitob ichida yashaysiz. U badiiy asar bo'ladimi yoki ilmiy asar bo'ladimi, ichida yashaysizda va uni qayerda siz umuman sizning hayotingizda ishlatish mumkinligiga tasavvur ham qila olmaysiz. Keyslar kelmaydi, misollar kelmaydi-da hayotingizda. Va sal bundoq bir qadam orqaga qochsangiz, uni qayerda ishlatish mumkinligini tushunasiz. Chunki orqaga qochganingizda sizning hayotingiz shundoq kartinada ko'rinadi. Rasmda. Ko'ringuncha masjidda yurish kerak. Chunki birdaniga kimdir sizga muammo olib keladi, o'rganayotgan narsangiz bor. Men bu yerda mana seminar o'tyapman. Boshqa bitta o'qiyotgan kitobingiz bor yoki nimadir eshitib qolasizda, bir-biriga ulanadi. Shungacha davomini o'qimay turish kerakmi? Ha, yo'q, davomini o'qisangiz bo'ladi. Faqatgina qani o'qidingiz, mana ikkalovini alternate qilish kerak, almashtirish kerak. Ya'ni kitob o'qiyapman deb butun yakshanbani bag'ishlab yorishmas. Orasida pauza bilan. Bir qadam orqaga qochish deydi buni, big picture, ya'ni katta kartinani ko'rish deydi. Endi hayotiy misol keltiraman. Hayotiy. Xo'p. Ray Dalio'ni umuman o'tgan yili 2020-yil hisobida 40 tadan oshiq kitob o'qiganman men o'zim ham. Undan oldin ham xuddi shunaqa ketgan. 40 ta, 30 ta, 40 ta mana shunaqa ketardi. No, nima desa bo'ladi? Har bitta kitobdan 2 ta, 3 ta ortiq narsa esda qolmasdi.
keyin mana shu metodni o'rganganimdan keyin Ray Dalio'ning Principles kitobini boshladim. Taxminan bahorlarda bo'lsa kerak. Bahorlarda boshladim. O ishxonaga olib kelib qo'ydim, ko'rdinglar. 6 oy bo'ldi hali tugatmadim shu kitob. Eng qizig'i yarmiga ham kelmadim. Eng qizig'i o'tda o'qigan hamma narsani pashta ishxonada qilib bo'ldik. Mana shu o'tayotgan seminarimizda ham o'shani bitta qismi. Esingizdan bir Radical Transparency bo'yicha majlis bo'ldi. Team bilan. Open minded bilan. Open minds bo'yicha. Ana o'sha kitobdan o'rgangan narsam. O'zimni kadrlarga bo'lgan отношениям o'zgardi. HR o'zgartirdik, HR tizimlashtirdik. Hozir mana yangi HR olyapmiz. Ya'ni kitob hali yarmiga bormadi. Lekin o'tdagi 80% narsani men qilib bo'ldim o'sha. Undan oldingi kitobni maqtanish uchun blogimda maqtanib qo'ydim. Xotinimga mana ko'rdingmi? Mana maqtanib qo'ydim mana shuncha kitob o'qiganman. Lekin o'qib ketaverganman-da. O'qiganman, keyingi bet. Lekin bir dona prinsip bu kitobning zo'rligida emas, bu kitobda bo'lishi mumkin. Hozir sohaga yaqin kitob bo'lishi kerak emas. ha, sohas, ya'ni o'zi kitob tanlash mavzusiga ham kelsak, mana hozir savollar oxirida olib qo'ying, qanaqa kitob tanlash kerak, uni gaplashamiz. Ha, yaqin bo'lishi kerak. Ya'ni bizda undan oldingi o'qigan kitoblar ham sohaga yaqin edi. Prinsip o'zgardi. Ha, ya'ni nima qildim? O'qidim, bo'ldi mana. Где-то bir 15 bet o'qiyman, bo'ldi. Yuraman. O'ylab, fikrlab, odamlar bilan gaplashaman, misol siz bilan gaplashaman, borib marketing bilan gaplashaman, borib reception bilan. Keyin top betaman, kitobda o'qigan joyim shunday to'g'ri kelib qoladi bir-biriga. Nimaga? Chunki men diffuse modda yuribman.